Parasetamol svecha. Parasetamol svechasi asosan kichik yoshdagi bolalarda tana haroratini tushirish uchun ishlatiladi. 50 mg, 125 va 250 mg dozirovkalari bo'ladi. Bolani yoshiga qarab tanlanadi. Ibuprofen suspenziya. Ibuprofen suspenziyasi asosan 3 oylikdan boshlab bolalarda qo'llaniladi. Isitma tushirish effekti parasetamol svechasiga nisbatan kuchliroq. Parasetamol tabletkasi. Parasetamol tabletkasi asosan 250 mg dozirovkada bolalar uchun bo'lgan dozirovka hisoblanadi. 6 yoshdan katta bo'lgan bolalarga, ya'ni tabletkani yuta oladigan bolaga beriladi. Litik eritmalar. Litik eritma bu analgin, zimidrol va navokain kombinatsiyasi hisoblanadi. Uy sharoitida qo'llanilmaydi. Faqatgina shifokor nazoratida qat'iy qilinadi. Hurmatli ota-onalar, bolangizni tana harorati ko'tarilsa, darhol bizga murojaat qiling.